Barchaga salom, sizlar bilan men Xardila Samuray bo'ldi. Bugungi videoda men telefonda video olmay ko'rayotganinglarda telefon o'ynab ko'rmoqchiman. Mana bu yerda bo'ldi biz Ambitchik Stroy bo'ylar bilan birga yerda cho'lda suv sotish o'yiniga kirib olganmiz bo'ldi. Biz cho'lda suv sotar ekanmiz. Mana bu yerda biz pul yig'ib turib, men limonli avval sotib olganman, magazin sotib olganman mana bu yerda. O'sha limonli magazinda hozir limon sotib o'tiribman. Limon zo'r pul berar ekan. Mana bu yerda cho'lda biz suv sotadigan narsa ham bor bo'ldi. Bu yerda suv sotiladi, bu yerga ishchi qo'yib qo'yganmiz. Bu ishchimiz ishlayapti. Mana bu yerda o'z-o'zimga limonli, limon sharbati chiqariladigan do'koncha ochib qo'ydim. $80 berar ekan bitta limonadim uchun bo'ldi. Endi mana shu yerda avtoklikker, ya'ni o'ziga avtomatik savdochi, ya'ni ishchi qo'yib qo'yishim kerak bu yerga. Ishchi qo'yib qo'yganimdan keyin bu limonadni ikkinchilik ko'tarsam bo'ldi, qimmatlashib boraverar ekan narxi. Lekin bu yerda hozir pullarni aniqlaymiz, ko'p yo'qotmaymiz bo'ldi. Avtokollekt yo'q qo'yamiz. Biz bizneslarimiz ko'paygan sari pullarni bu yoqdan bu yoqqa borib yugurib yurmasligimiz uchun bo'ldi, men avtokollektor yo'q qo'yaman. Pullarni o'zi avtomatik mana balansimga kelib tushadi bo'ldi, soqqalar kelaveradi. Keyin mana bu yerda bo'ldi pul paklari bor ekan. Mana bu yerda 18 ta Robuxga atigi 32 ga pul olamiz bo'ldi, chunki bu bizga birinchi o'q kuchayishimizga yordam beradi. Bu birinchi marta telefonda video olishim g'alati ekan, kichkina ko'rinyapti ko'zimga. Mana bu telefoningiz nima deb so'raydiganlar bo'lsa bo'ldi, men telefonim juda ham tufta telefon, musor telefon S24 Ultra bo'ldi. Mana bu yerda esa bo'ldi полностью $600 ga bo'ldi mashinalarda mana bu yerda aniqsa bo'lar ekan. Samoyoshdi bo'ldi, moyka ochdik mana bu yerda. Endi bu yerda полностью mashinalar moyka qilsak bo'lar ekan. Bu yerga ham ishchi olib qo'yamiz bo'ldi. Ishchini olib qo'ydik, sekundiga bizga $600 dan beraveradi. Buni sakshitadigan bo'lsak $600, yana $600 beryapti. Shuncha pulim ketdi. Mana bu yerda esa yana bitta do'kon ochishimiz mumkin. Bu yerga Camel Rental deyapti. Bu nima bu? Bu yerda cho'lda yurishlari uchun yangi sayohatchilarga, ya'ni turistlarga o'zlarimizga ano versiya bo'lar ekan. Nima edi bu? Camel. Inglizchasi Camel edi. Tuya короче, tuya versiya bo'lar ekan. $180,000 ga ano qilgan bo'lar ekan bu yerda bola. Nima desam? $180,000 ga ano qilinar ekan. Ishchi qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Deb ko'p gapirib yordim. Ishchi qo'yib qo'yar ekanmiz. O'zi ozmish debdim ekan o'zi. Bunda qanaqa zapis qilishni ham bilmayman telefonda bor. Davay, короче, mana shu davosamiz. Qani, bu yerda ikkinchi level qilishingiz mumkin ekan. Ikkinchi level qilsak, menimcha qancha puldan ko'p pul ko'payarmikan? 807 kadan beryapti. Normalniy bo'ldi. Qo'yib pulga hozir aniq qo'ydik. Endi $180,000 deb qo'yadigan bo'lsak, avtoklikker bu yerga aniq qo'yamiz, ishchi qo'yib qo'yamiz. Demak, yana bu yerda nimalar bor? 18 ga atigi 600 ga pul berar ekan. Buni qaranglar. Yo bo'ldi. Buni olamiz va mana bu yerda $180,000 ga avtomatda ishchi olib qo'yamiz. Bu bizning tuyalarimizga qaraydi. Ey uka, tuyalaringga cho't yiqib qarachi, nima bo'lsa mazidni qo'shiraman, bitta mush uraman, qo'shingga qo'y. Bu gaplashdik bola. Mana bu yerda endi yangi biznes, dealership biznesi. Oy, bu yerda mashina salon ochdik bo'ldi. Cho'lda o'rtasida mashina salon ochib qo'yganmiz. Bu yerga esa avtomatik ishchi qo'yib qo'yishimiz juda ham qimmat ekan. Va buni kuchaytirsak ham bo'lar ekan. Bu yerda hozir mana shuna birinchi suv suzadigan zonamizga bordi. Mana shu yerga boramiz hozir. Qana bu yerda nimalar bo'layotgan ekan? Bu yerda suv sotiladi albatta. Mana uni kuchaytirib deyapti, lekin bu yerga daxfiga pul kerak-ku. Buni 259 ga 13-level qilib qo'ydik. Bu endi necha dollar beryapti? $8 dan beryapti bola, $8 dan. Yaxshi, bu yerda nimalar bor? Bu yerda $2 million atigi 18 Robuxga bola. Let's go. Buni ham bosib yaxshi, $2,5 million pulim bor. Mana yerda bizneslarim yuryapti. Yana yangi biznes ochsam bo'lar ekan. Mana bu yerda bola. Bu qanaqa biznes ekan o'zi ko'ramiz. Mining bola, mining. $2,5 million ga mining ochdim bola. $700 ga berar ekan bu yerda. Bu yerda konda ishchilarimiz mining qilishar ekan. Yo, konda ichida nima bor? Konda ichida hech nima yo'q, lekin konda mining qilamiz. Yaxshi. Mana yana bitta bosamiz 700 gadan berar ekan bo'ldi. Tekinga narsa berar ekan aytdi, lekin buni olmaydi. Yo'q, короче, mana yerga boramiz. Mashina dealershipiga boramiz. 700 ga pul qo'shiladi mening pulimga yana. Bu yerda ishchi qo'yib qo'yish 3 million edi bolalar, 3 million. Bu yerga ham ishchi qo'yib qo'yishimiz kerak, lekin bizga anavi konga ishchi qo'yib qo'ygansak, vobshe bola yorvoradi, bora. Reverse bo'lar ekan-ku. Reset cash building upgrade hamma narsani yo'qotib yurar ekan bolalar. Reverse qiladigan bo'lsak. Lekin bizga uncha foydasi yo'q reverse, chunki atigi 2x qilib berar ekan bizani. Anamiz beradigan pulimizni. Yo, bizga reverse vobshe qiziq emas. Demak, bu yerda bolani ko'rib kelamiz bolalar. Kimlar bor bu yerda? Mana qayerdan bo'lsak, Amirchik bilan Siroj bo'y ham o'ynayapti bolalar. Amirchik va Siroj bo'y qayerda ekan bular zonalari? Bir Abdurahmon nima qilyapti ketanda? Siroj bo'y zonalarini topish. Amirchik mana bu yerda ekan bolalar. Siroj bo'y
Srozuni burchiydi ekan. Bo'ldi bola. Biz ulardan kuchayib ketamiz. Ular hali bilmaydi men qanaqa kuchayib ketganimni. Upgrade bor ekan. Oy, sprinkle water. Mana shu narsa upgrade qilsa bo'lar ekan bola. Yo-mayo 2,5 millionta pulim bor. Konni qasib turib o'z ko'proq pul olishimiz kerak birinchi bo'lib. Daima aytdi pul olamiz. 700 ga yana pul kerak bizga. Day, konga ish chiqsin. Va nima qilyapti? Aka terit man tarqating. Admin abuse'da bola. Admin abuse'da hozir emas. Admin abuse'da tarqataman bola. Admin abuse'da. Daima aytdi konimiz nima bo'ldi? 3 million pulimiz bor. Yana necha 700 ga yana bitta 700 ga tushsa bo'ldi bolalar. Biz aniq qilamiz. Reski ana bu yerdagi mashina salonimizga ishchi qo'yib kelishimiz kerak. Ishchi qo'yish ham juda ham ko'p pul sarflanar ekan bolalar. Aytmadi, mayli dedi. Bo'ldi, Abdurahmon addi shu. Durza qo'shib qo'yganman, adminlarga tarqataman qolgan treadmilllarni. Ana, matematikagacha bu yerda nima bor? Bu yerda level 1 ekan, ishchi qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu yerga albatta 3,5 million dollarga ishchi olib qo'ydim. Yo-mayo. Endi biznesimiz tez kuchayadi. 1 million dollarga birinchidan boshlab bolalar biza suv anamizni biznesimizni kuchaytirishimiz kerak. Keyin limonad biznesini kuchaytiramiz. Hozircha suv biznesimizda qanaqa ketyapti? Bu yerda tez pul yig'iladi, shuning uchun bu yerdan kuchaytirishimiz kerak. 10 ta level kuchaytirish 600 million dollar. Yo-mayo. Вообще qimmat ekan-ku bu. Mani kuchaytirish aytadi 900 dollar. Mana arzon ekan bo'ldi. Mana shu arzon ekan. 10 ta level kuchaytirish 100 million. Bo'ldi, mana kuchaytirib tashladik. Bu yerda ham 180 dollardan pul beryapti. Mani urib ketdi kimdir. Mana yerda salon anamiz, mashina yuvadigan biznesimiz, bu yerdan kuchaytirib tashlaymiz. Bu 6-level bo'ldi va 1Kdan pul beryapti. Normalniy bizga 1K pul. Mana bu yerda endi miningga kelamiz. Mana shu yerga ishchi qo'yib qo'yishim kerak. 55 million turadi bolalar. 55 million nima deysiz? Shopdan yana olaymi ekan? 55 voy yo-mayo. Men 118 million dollar dafiga pul turar ekan. Keyin Walk Speed Boost bor ekan, Cash Boost 5 minutga pulimizni ko'paytirib yurish 80 Robux. Tezroq ishchilar bolalar. 50 bo'lsa tezroq ishchilar olsa bo'lar ekan. 2x reverse qilib berar ekan mana bu tezligimizni kuchaytirib beradi. Yuradigan tezligimizni. 18 Robuxga mana shuni ham olib qo'yamiz bolalar. Davay, let's go. Buni ham oldik. Endi buni endi ancha tezroq yuramiz. Mana bu starter pakdan 70 Robuxga bolalar ikkita narsa olsa bo'lar ekan. 5 minutdan. Yo'q, lekin bu mustir. Biz undan ko'ra tezroq ishchilarni 50 Robuxga sotsa bo'ladi bolalar. Bu ishchilar tezroq ishlaydi degani. Bo'ldi. Ishchilar endi ancha tez ishlaydi bo'ldi. Bunisi boshqa gap. Mana upgrade qiladigan narsani sprinkle water da upgrade qilamiz. Yana bitta upgrade qilamiz. Yaxshi. Carwash profits 1.5x bo'lib turibdi. Menda bizneslarim normalniy pul ishlayapti. Hech nima qilyapti. Hech o'lib qoldi. Reset qildi o'zini. Respawn qildi vallahi. Da ishchilarim tez ishlashi kerak mana bu yerda. Soqqalarni kelishini qarab, pulimni ko'payishini qaraydi. Biz hozir dahshat qo'shimiz kerak. Qani nima deysizlar? Vallahi hozir Amish zonasiga borib kelamiz. Yo bola, Amish zonasiga keldim. Qanaqa bizneslar bor ko'rasiz? Hali mashina saloni bor ekan bularni faqat. Menda limonad, bularda ana mo'yka ham bor. Bu yerda lamalarda anoy qiladigan ham bor. Bola tuyalarni arendaga beradigan va mashina sotadigan ba'zi ham bor ekan. Qancha pullari bor ekan bularni? Pullarni ko'rsatib bo'ladimi telefonda? Bilmadim. Nima qilyapti bu? Emotsiya qilib beraymi ekan? Emotsiya. Mana shu emotsiya qilardi. Men ukam unda senga emotsiya. Okay, videolarda, let's go. Bolalar, zo'ligim qara emotsiyamdi. Yo-mayo, davay yana emotsiya qilamiz yana. Bu nima ekan bu? Nima deyapti bu? Uka dedim men ham. Ko'tyapti. Nima so'kinyapsan? Nima so'kinyapsan? Yertam. Hazillashdim. Hozir borman, boshqa joydaman-da. Yoniga borib yertaman. Yo bola, Siroj bo'yida zonasiga keldik. Siroj bo'yida bizneslarni ko'ramiz hozir. Bitta mashina biznesi bor, yana arenda biznesi bor, mo'yka biznesi va limonad biznesi bor ekan. Ukam nimaga? WhatsApp. Bola, mana shu yerda garchi. Bo'ldi, men surdim. Garchi suraman bola. Dang, o'lib qoldim. Bo'ldi, o'zim bizneslarga qarashim kerak bolalar. 700 ga dollarim bor. 2 million dollarim bor. 55 million dollar pul yig'ishim kerak men hozir. Shopga kerakchi bolalar qancha pul olsa 24 million dollar olsa bo'lar ekan. Yo'q bolalar, bizga u kerak emas. Bizga kuchaytirishimiz kerak bolalar. Limonad biznesimizni kuchaytirish 1.8-1.9 million dollar ekan. Limonaddan kuchaytirib qo'yamiz. Endi pulimiz вообще kam qoldi. 1 million dollarga qaysi biznes kuchaytirsa bo'ladi? 1 million dollarga вообще
kuchaytirishga yo'q, biznes yo'q menimcha. Mana biznes kuchaytirsa bo'lar ekan. Arenda biznesimizni. Qancha beryapti sekundiga? Bu 12 ga pul beryapti sekundiga, normalniy. Mana bu 42 gadan beryapti. Bunisi ham yaxshi. Va unda ketdi bola. Nada avotgan bo'lsangiz like bosaman. Video deb yozdim bola. Like bosaman video otgan bo'lsangiz deyapti. Biz videomiz. Men urib ketdi mana bola. Qotillik sodir etildi. Yana bitta qotillik bola. Militsiya kerak bizning qumimizga. Mana ular tupoy bo'lib qolibdi. Buni qara, miyasi aqlda ozib qo'ygan. Qaylar suv ichmaganiga bo'ladi quyoshda. Quyosh urgan bular. Hozir bittasi yana boshlab urib keta bittasini. Mana shu tupoyni moshina urib ketsa kerak. Yurishini qaranglar. Alkash. Qani bitta davay, menga pul. Mana shuni tezroq pul ishlash kerak edi. Har o'z sekundda mashina bosib turishimiz kerak ekan. Yo'qmay, reverse qo'rsam ekan bo'ladi bo'lsa. Yo'q bolalar, reverse qo'yamiz. Juda ham ko'p pul ketadi bolalar reverse-ga. Ash tugmani bosib tursa juda ham ko'p pul berar ekan qarang. Bolalar obunachim kelib qopti, obunachiz menda yozyapti, dir olib qo'ying dedi, dirasini olib qo'ydim bolalar. Sizlar ham videoga like bosib, kanallarga obuna bo'lib qo'ysangiz, har bitta randomniy videoda, har bitta videoda randomniy 5 ta boyasini daraja qo'shib qo'yaman bolalar. Sizlar ham daraja qo'shib men bilan birga o'ynayapsizlar, videoga like bosib, hamma kanalingizga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Siroj bo'yindan YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, Siroj bo'yin YouTube kanali chiqadi videoning oxirida bolalar. Rahmat deb yozyapti bolalar, arzimaydi. Hamma obuna bossin, dada bolalar. Hamma obuna bossin, chatga yozishyapti. Hamma obuna bossin. Men hamma videoga obuna bosgan bu. Bolalar Aloni King. Rahmat katta bolalar, rahmat. Biznesimiz hozir rivojlantirish kerak, tezroq bo'lsa Siroj bo'y amashli YouTube ketadi mana. Mana shu konda hafta qo'ymoqchi edim-da, 55 million dollar ekan. 72 rubl so'rayapti mendan. 72 rubl qayerda olaman unga bolalar? Level 1 bor, hozir men birinchi levelman. Mana tushirish uchun 8 million dollar kerak. Shopga kirakchi bolalar 25 million dollarda 18 rublga yo'qmi yoki 72 rublga olayman uni. Yo'q to'xtanglar. Shoshilmaslik kerak. Mana aytali yangi bizneslar bor. 40 million dollar green energy bolalar. Betga ani qo'yamiz menimcha. Quyosh panellarini qo'yib, ana issiqlikdan, quyoshning issig'idan bola energiya olamiz. O'sha energiyani shaharga sotib pulishlaydi. TV studio. Voy, bitta televizor qo'yar ekanmiz. Mana katta televizor, ya'ni bitta kelgan sayohatchilar, analar zeki qolmasligi uchun turistlar bitta televizor qo'yamiz. Keyin bitga bank. Voy, financial power bolalar, bank. Bitga bank o'rnatilgan bo'lar ekan. Bitta bank bo'ladi, chunki hamma yig'ilgan biznesdan kelgan pullar mana shu bankka o'tib, bankda saqlanadi bolalar. Bank bizga pulimizni ko'paytirib beraveradi. Mana bu yerda kondan pullarni ko'paytirish kerak, 55 million dollarga biznesimizni ko'paytirsak, mana bu yerdagi pul ham ko'payaveradi bolalar. Shuning uchun ko'proq pul yig'ib turib bizneslarni kuchaytirishimiz kerak. Upgrade bor. 8 million, 6 million dollarga men kuchaytirdim bolalar. Yaxshi. Endi qancha bo'ldi? 25 million, 27 million bo'ldi. Buni boshqa gap. Mana biz bosib turamiz, dashi bu yerdan ko'proq pul olishimiz kerak. 2x qilsakchi bolalar, pulimizni 2x qilsak 18 ta bo'lsa endi 2x pul olamiz bolalar har bitta biznesimizga. U to'ldirib o'skizsa bolalar yana 6x cash qilib qo'yamiz. Davay. Oy, 7 million pulim bor. Endi pullarimiz 2 taga, 3 taga, 4 taga ko'payib kelaveradi bolalar. Bunisi boshqa gap. Qanoz ko'ramiz. 700 ga dollar qancha berar ekan? Yaxshi, bu 700 ming dollar emas, 2 million dollar beryapti. Buni qaranglar. Yo'q bolalar. Bunisi boshqa gap. Mana sekundani kamaytirish kerak ekan bola, sekundani. Men bitta kuchaytiradigan bo'lsa 2,5 milliondan. Voy, bilan shuncha kuchaytirib yuboribman. Kuchaytirmaslik kerak edi. Короче, starter pack bor bu yerda. Bulk boss, speed, cash boost bolalar. 70 ta so'zlar. Yo'q, uni olmaymiz bolalar. Короче, mana bu yerda pullarni yig'ish kerak. Reverse qilib lekin reverse qilmaymiz. Boya aytdim bola nima bo'lishini. 1-2x berish uchun bilan reverse qilmayman lekin. Bu juda ham musul narsa. Kallan ishlatib video qilish kerak-da, kallan ishlatib o'ynash kerak. Qani 7,5 million pulimiz bor. Keyin narsa upgrade qilishimiz uchun eksklyuziv karsni upgrade qilishimiz uchun 15 million dollar pul kerak. 15 million dollar pul yig'ishimiz kerak. Atak hozir yig'ib tashlashimiz lozim bolalar. Yorvoramiz. Bolalar, men deyali shuncha bosib o'tirishdan keyin endi zo'rg'a 52 million yig'dim. Qaranglar, 54 million bo'ldi hozir. 55 million bo'lsa, bo'ldi 55 million. Xudoga shukr. Bolalar, bitta ishchi olib qo'ydim betga. Bunisi boshqa gap bolalar. Betda pulimiz endi ishchi ishlaydi. Hayda, menga vahshiy ko'p pul kelib turaveradi, buni qaranglar. Pulimiz vahshiy zo'r ko'payyapti. Endi yiqqan pulimizga bola kuchaytirishimiz kerak. 15 million dollar kerak menga. Men bu yerda hozir hamma bizneslarimni kuchaytirib qo'yaveraman. 51 dollardan beryapti meni. Yo'q. 4 millionga buni kuchaytirsa bo'lar ekan o'ta level. Lekin buni kuchaytirmaymiz. Mana bo'lsa necha dollardan beryapti? 800 dollarmi? Bu qancha? Bu 5000 dollar beryapti. Mana esa 58 ming dollar. Bunisi boshqa 11 million dollar pulim bor o'sha. Bu esa 135 gadan beryapti.
bitta kuchaytirsak qanchadan beradi? 150 gadan. Yana bitta kuchaytirsakchi 168 gadan. Bo'ldi, bunisi boshqa gap bo'ladi. Biznesimiz zo'r rivojlandi. Endi bu yerda yangi biznes ochishimiz uchun, ya'ni boya quyosh panellarni ochishimiz uchun bizga 40 million dollar pul kerak ekan. 40 million dollardan yig'ib qo'yamiz hozir. Короче, 40 million dollar yig'ishimiz uchun bizga mana bu yerda 15 millionga mana bu biznes kuchaytiramiz. 1.5x kuchaytirdik bo'ldi. Bu yerda endi qanchadan berish boshladi? 50 ga 51 dollar. Yo'q, turishku. Bu 8 dollar, bu 55 ga beryapti haligacha. Bu esa 58 ga, bu esa qancha? 282 ga beryaptimi? Yo-mayo. 282 ga beryapti, 300 ga beryapti. Bunisi boshqa gap bo'ldi. Endi 27 million dollarga Better Orest kuchaytirsa bo'lar ekan bo'ldi. Bizga qaysini kuchaytirish kerak? Better Pump, Oil Pump bor ekan, bitta Bank Profit, Mine Profit degan bizneslar bor ekan. Buni nima qilibdi bu yerda bo'ldi, amirchiklar? Aka boshqa o'yin o'ynaylik. Yo, bolalar, men hozir mana shu o'yinda kuchayishim kerak va yutib ketishim kerak mana ularni. 11 million dollar pulim bor. 13 million dollarga endi biz nima qilamiz? Mana kuchaytiramiz, a? 6, 7, 9, 10, 11-yil qilib 8 ga dollardan beradi, 8000 dollardan 27 million dollarga esa uni kuchaytirib qo'yardik bolalar. Yana azizcha pul kerak. Buni ham kuchaytiramiz, yaxshi. Bor pulimni kuchaytirib, yana kuchaytiramiz. Yaxshi, bu ham yaxshi pul beryapti. Ilojisi bo'lsa, eng qimmat ko'p pul beradigan narsalarni kuchaytirish kerak. Masalan, mana uni 9 million dollarga kuchaytirsa bo'lar ekan bolalar. 100x qiladi buni bossak bo'ladi. Didi pul kerak. Didi bolalar, didi qancha bu didi? Yo. Вообще ko'p pul-ku didi degan. Короче, bu yerda hozir bizga yangi biznes ochishimizga 40 million dollar yig'ib bo'ladi. Bu ya easy yiqqandek, hozir ham easy yig'ib qo'yamiz bolalar. Mana yerda o'zi avtomatik bosyapti. 10 million dollar pulimiz bor. Yo bolalar, короче hozir 40 million yig'ib turib, mavzuni ochamiz mana biznesda. Yo bolalar, 40 million pul mana qanday yig'ildi. Endi bu yerda yangi biznes bolalar. 25 million dollar bolalar. Aytdimki, bu yerda quyosh panellari bo'ladi deb bolalar. Quyosh panellari biznesi buni avtomatik klikker bitta ishchi yollash uchun 1 milliard dollar pul kerak bolalar. 5 ishchi yollash uchun 1 milliard dollar pul kerak. Mana bu yerni ochish uchun esa 600 million dollar kerak. Короче, biz mana shu quyosh panellarini aniq qilaveramiz, davay darshi 25 million ishlayveramiz. Buni olib turib, mana kuchaytirsak ham bo'ladi bolalar. Buni kuchaytirish o'zi qancha? 145 million ekan. Endi mana kuchaytirsakchi? Bu qanchadan beryapti bolalar? 209 milliondan beryapti. 25 million pul beradi hozir menga. Yaxshi. Mana kuchaytirsa 27 millionga yana bitta narsa kuchaytirib qo'ydik. Solar panels. Mana bu panellarni yana kuchaytirsa bo'ladi. Qanchaga bolalar? 1.5x kuchaytirsa bo'ladi. Hozir bu 25 million emas, 30 milliondan ko'p pul berish kerak bizga. Agar buni 132 millionga kuchaytiradigan bo'lsak bolalar, o'shanga ham kuchaytiramiz hozir. Bolalar buni qarang, 150 million dollar pulim bo'ldi. Buni kuchaytiraman. Endi menga mana 35 million dollardan pul beryapti. Endi bolalar pul yig'ib turib 600 millionga ham iz ochib qo'ya olaman bolalar. 600 millionga ham ochib qo'yaveramiz. Shopda 18 tur 1 milliard dollar 18 turga 1 milliard dollar sotsa bo'lar ekan bolalar. Va ketdi. 1 milliard dollar sotib olamiz. 1 milliard dollar pulim bor. 600 million dollarga TV studiyasini sotib oldim bolalar. Yo-mayo. Bitga bitta 351 million dollar pul bo'ldi. Televizor studiyasi bolalar. Televizor studiyasini ochdim. Bitta 1 milliard dollar pulim bor. Короче, bo'ldi, men 500 million dollarga, endi hozir men 351 million dollar oladigan bo'lsam, men ishchi qo'yib qo'yaraman. Davay, ishchi qo'yib qo'yamiz Ahmetga. Hali pul kerak ekan-ku. Ahmetga olamiz. Keyin Ahmetga ishchi qo'yish bu 18 milliard dollar. Yo-mayo. Mana uni ochish qancha bolalar? 12 milliard dollar ekan uni ochish. Men to'ntas ro'zga 7 milliard berar ekan, ataki. Men uni olirish kerak, 923 millionim bor. Mana yana bitta olsam o'sib bolalar. 2 milliard. Yaxshi, bunisi boshqa gap bolalar. Endi mana bu yerga ish olib qo'yamiz. Avto ishchi bolalar. O'zi avtomatik ishlatadi bu yerda. Bo'ldi. Bunisi boshqa gap. Endi bu yerga 300 millionga, 800 millionga maksatimiz kerak. 800 million pul kerak bizga hozir. Easy yig'ib qo'yamiz uni ham. Qaranglar, 600 million bo'ldi. Ko'payishini qaranglar, pulimni yo-mayo. Millionlar ko'payib boraveradi bolalar. Hozir aniq qilamiz, 845 millionga buni kuchaytiramiz. 6 sekund qoldi. Televizor studiyasi nima bor ekan bolalar? Ishmi yo'q edi. Ikki ishda aytamiz hammasi. Davay. Ketdi bolalar. Bunga nima kuchaytirmoqchilar? Mana. Qanchadan beryapti endi? 486 milliondan beryapti. Endi shopga kirib ko'ramiz, mana qancha berar ekan. 10 milliard bolalar, 10 milliard. Hali olmaymiz lekin, hali olmaymiz bolalar. Yana bir nimalarda kuchaytirishimiz kerak. O'shandan keyin olaveramiz. Chunki o'shandan keyin bolalar biz o'sha ayt 12 milliard paydo bo'lib qoladi.
Bizda kuchaytirgan narsalarimiz bor, albatta 200 millionga buni birinchi kuchaytiramiz. Endi shu yerda qancha paydo bo'ldi? 10 milliard haligacha, yo'qmi? Yo'q. Mana olamiz, yana bir 600 million pulimiz bor bolalar. Mana konni kuchaytirishga, kondan zo'r pul beradi bolalar. Kondan levelini 6 qilib qo'ydik. Shopdan qancha pul paydo bo'ldi? 10 milliard ekan haligacha, yo'qmi? Yo'q. 2 milliard pul yig'ib qo'yishimiz kerak qarorchi, anani ochishimiz uchun. 2 milliard pul yig'amiz hozir bank ochishimiz uchun. Yo bolalar, pashti 2 milliard pulim bor. Qaranglar, 10 milliardlik, 11 milliardlik ekan bu bo'ldi, sota olamiz. Biz bolalar endi biz yangi biznes sotib olyapmiz bolalar, yangi biznes. Biznes. Qaranglar, men biznes bank ochdim. Bolalar, men bank ochdim. 5 milliard dollar bolalar. Bittada 5 milliard dollar beradi bu. Bo'ldim, boshqa biznes yo'qmi bolalar? Hamma biznes ochib qo'ydik bolalar. 5 milliard dollar pul beradi. 5 milliard dollar, bu yerda 18 milliard dollarga hozir ani ochib qo'yamiz bolalar. Aytib avtoklikka ochib qo'yamiz va 5 milliard 30 milliard dollar richer customers bolalar. Yana bitta biznes bor menimcha, oil pump degan. Mana. 250 milliard dollar, yo. Buni ham 72 Robux ochib qo'ysa bo'lar ekan. Davay bolalar, 72 Robux ochib qo'ying. Yo, bo'ldi. Ochmang bolalar. Juda ko'p pul Robux ketib qoldi. Mayli, 7 milliard dollar pulimiz bor hozir. Mayli, necha bolalar. Ho. Mana shunga bosamiz. Mana uni ochib qo'yamiz. Let's go bolalar. 72 Robuxga 500 milliard dollar ochdik. Oy. Yangi biznes 93 milliard pul beradi bolalar. Yo'may 30 milliardga mana uni kuchaytiramiz. 6 trillionga esa mana uni kuchaytirsa bo'lar ekan bolalar. Yo'may, malki ishchini 380 milliard dollarga qo'ysa bo'ladi. Endi mana unga ish qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana bu ish qo'yib qo'yamiz. Yaxshi ishlashyapti. Endi mana bu 380 milliard dollardan qo'ya olamiz. Mana hozir easy yig'ib tashlaydi pullarni bolalar, o'shandan keyin ishchilarni qo'yib tashlaymiz. Bittagina upgrade qoldi bolalar. Oil pump 6 trillion dollarga. Bu yerda 672 Robuxga yana bolalar. Yo'q, buni olmaymiz bolalar. Mana kuchaytirsa bo'ldi bolalar. Yaxshi 93 milliard beryapti bolalar. Har bitta bosganimda 93 milliard 172 milliard pulim bor. Hozir mana bu bankka ham ishchi qo'yib qo'yiraman bolalar. Bu ham 7 milliardni beradi. Yaxshi, buni slash boshqa gap bolalar. Endi asosiy mana unga ishchi olishimiz kerak. Bunga ishchi olish esa bo'ldi hafta 6 milliard dollar. Yo'q, 6 trillion dollar ekan. Baba. Yo bolalar, qarang, shu joyda men videoni yakunlayman bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni bilan ko'rganimizda biz biznesimizni polностью full qilib ochib tashladik bolalar. Albatta keyingi videoni ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Bundan so'ng biznesni quramiz bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni bilan har doim randomli eng avval 5 ta bo'lani men durustim qo'shaman bolalar. Hammaga xayr.